Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz va yurtdoshlarimiz. Bugun 2025-yil 16-noyabr haftaning bozor kuni Xorazm tuproq qalapinek baliq bozorida baliqlarni narxlarini ko'rib chiqamiz. Kanalimga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qolamiz. Chesomdan bo'ldi. Assalomu alaykum. Baliqlar chesomdan bo'ldimi? Ak baliqlar 28 ming so'mdan. Kelishib beramiz, ko'rib beramiz, kelaversinlar. Türk kilo saniyesi. Başka balıklar ham topiladimi? Sazan, steyski, köstür, hemmesinden tapıladi. Balık qancha so'mdan bo'ldi? 2 kiloga 30 ming so'mdan beramiz. 2 kiloga 30 ming so'mdan. Bo'lmasa ko'rib, endi bozoriga yaxshi, yalla 30 dan bo'ladi. Bular 50 dan. Sazallar 50 ming. Sazallarimiz 50 ming so'm, sudaqlar 40 ming so'm. Sudaqlar 40 ming, xitoyskilar 40 ming so'm. xitoyskilar ham 40 ming so'mdan ekan. Sazanıma. Akbal 30 dan bo'ladi. Bular 28 dagi bor. 1,5 kilo. 1,5 kiloglari 28 dan ekan. Nömrəm qaldırasan balıqlar üçün 93'ten 868 32 İğne'den Hazarız Kervek'ten telefonlar havalaşaversizlar. Xeyli başka balıqlardan ham bor ekan. Sazan, yana shunday oq baliq, piyostrilar ham bor, hammasidan topiladimi? Ko'dradan aka. Savdolar. Ko'dradan ham so'rab turinglar. Halvan. Ko'chishlar. Nechta so'mdan bo'ldi? Salom. 5lar. Mana kelib 30 so'm 30 mingdan ming. Yo'q bo'ldi. Meydalari 15 dan. Kichkinalari 15 dan, kattalari 30 dan ekan deyishlarimiz. Savdolarimiz bersin. Sazarlar necha so'm bo'ladi? Sazarlar 40 ta. Sazarlar 40 ming so'mdan bo'libdi. Deryani kim? Yo'q, yo'q. Akbaliq necha so'm? 25. Akbaliqlarimiz 25 ming so'mdan bo'libdi. 700-800 gram chiqamadi. Necha kilo chiqadi? Savdolarimiz bersin. Akbaliq necha so'mdan bo'ldi? 30 mingdan. 30 dan 30 ming so'mdan bo'libdi akbaliqlarimiz. Arasında sazallar ham bor ekan, sazallar necha so'm? Sazallar 45 dan. Sazallarimiz 45 ming so'mdan bo'libdi. Savdolarimiz bersin. Necha so'mdan bo'ldi sazallar? Sazallar 50 ming so'mdan bo'libdi. Akbaliqlarning akbaliqlarimiz 33 ming so'mdan bo'libdi. Savdolarimiz bersin. Ko'dradan aka.